Bolani beshikda uxlatishi siz bilmagan 5 ta foydasi. 5-inchisi eng qizig'i. Birinchisi, beshikning tabiiy tebranishi bolani tinchlantiradi va tebrangan paytda bolani chuqur uyquga keltish uchun eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Ikkinchisi, beshikda bolani umurtqa pog'onasi tekis holatda bo'ladi. Bu ham farzand o'stirayotganlar uchun eng muhim omillardan biri. Uchinchisi, beshik bolani ag'darilib ketish ehtimolini kamaytiradi. O'shani hisobiga onalar ham bemalol o'z ishlari bilan mashg'ul bo'lsa bo'ladi. Ya'ni bola xavfsiz bo'ladi. To'rtinchisi, beshik bolani ongida uyqu va tartibni shakllantiradi. Jaydar qilib aytganda rejim paydo bo'ladi. Bolani yoshligidan vaqtida uxlashga o'rgatadi. Beshinchisi, beshik bu prosta bolani uxlatadigan anjom emas. Bu avloddan avlodga o'tib keladigan qadriyat. Bizning ota-bobolar ham mana shu beshiklarda ulg'ayib katta bo'lishgan. Agar bir marta ham bolangizni beshikda belab ko'rmagan bo'lsangiz, bir marta belab ko'ring, men nimaga shuncha jon kuydirganimni bilib olasiz. Hurmatli oyijonlar, mana shu videoni bolasini beshikda yotqizmaydigan keliningizga tashlab qo'ying. Agar beshik sohasidagi yangiliklardan xabardor bo'lib turmoqchi bo'lsangiz, bizning profilga obuna bo'lib qo'ying.